Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz a'zolari, kuzatuvchilari. Ya'ni bugun mana tikuv mashinalari bo'yicha bugun obzor qilamiz, chiroyli qilib. Bu mashinalarimiz Andijon viloyatining Jahonbozor joyida, ya'ni ichki tomonida joylashgan, oxirroq qismida. Kelavering endi. Mana bugun tanishtirib o'tadigan bo'lsak, mana Jask mashinamiz mana, ya'ni A3 modelimiz. Bu mashinamiz afzallik tomonlari o'zi lapka ko'taradi, ip uzadi, zakripka va chiska qiladi. Ya'ni buni sifati, tezligi har tomonlama sizlarga qulay. Ya'ni unumdorligini oshirib beruvchi. Endi buni yonida turadigani, ya'ni chevar qizlarimizga birdek tanish bo'lgan Jask F5 mashinamiz. Bular qulayligi uy sharoitida ishlatgani ham zo'r. Tezliklari ham 5000 skorost оборотda tezda pasaytirsangiz bo'ladi. Va har xil turdagi matolaringizni bemalol qulay qilib tiktirsangiz bo'ladi. Ya'ni buni narximiz $300 kelishtirib beramiz. Ya'ni bunda servis xizmatimiz ichida, dastavkamiz olib o'rnatib 3 yil servis xizmatlari kafolati 3 yil qilib beramiz. Bu narxi kelishilgan holatda. Bunga yana qo'shimchalari, lapkalari, zamok, chiska qaychilari hamma narsasi bor. Keling. Endi mana keyingi mashinamiz bu ham o'ta mana shu Jastingari chayka, faqat buni nomi boshqa. Buni afzallik tomonlari, ya'ni inverter motor qilib uy sharoitida juda qulay va tez sifatli ishlaydi. Bundan tikishdan maqsad shu yukka qalin, qanaqa turdagi materialingiz bo'lsa, bemalol tikib foydalansangiz bo'ladi. Buni ham kafolati 3 yil beramiz, narxi esa $300 ozgina o'tib beramiz. Garantiyasi bor. Kelavering mana. Yana bitta tanish bo'lgan chevar opa singillarimizga Brusa mashinalarimiz, ya'ni bu Averlo bo'lib, bu Averlolarimiz mana 2 ninadan iborat bo'ladi. Mana 2 xil ninadan iborat bo'ladi. Ya'ni bunda xolasangiz mirashgacha, xolasangiz katta, kichik salfetka, durra, ya'ni o'zini liboy shu trikotaj sohasiga kerakli bo'lgan ishlarda bajaruvchi mashina hisoblanadi. Bu inverter mashina bo'lib, ya'ni tok tanlamaydi. Liboy tokka, past tokka, baland tokka yuraveradi. Mana bu narsani olib o'rnatib beramiz $250 ichida. Dastavka, servis xizmati, 3 yil kafolati bor. Xo'p, mana yana bitta chevarlarimizga eng sevimli mashinasidan bittasi mana Jask mashina hisoblanadi. Ya'ni original mashina buni. Bunimiz ozgina ishlatilgan bu, lekin sostanasi zo'r. Buni shu $225 deb $210 ga olib o'rnatib beramiz. 3 yil kafolati ichida qilib beramiz. Bu ham shu siz aytgan liboy turdagi materiallarda tanlamasa tikaveradi. Xo'p, mana yana bir yoqimli mashinamiz. Bu ham xudo xolasa juda bir trendga chiqayotgan mashina, ya'ni Dison mashinamiz. Ya'ni mana Dison ham Averlosa, ham choka. Buni ikkosini afzallik tomoni umuman material tanlamaydi. Past tok, baland tok, inverter hozirgi zamonaviy ko'rinishda bo'lib, har tomonlama qulaylikka ega. Ya'ni xullas qanaqa material qo'ysangiz ham chiroyli tikib o'rnatib yurgizsa bo'ladi. Buni komplekt ikkosini $450 olib o'rnatib, ichida ustanovkalar qilib beramiz. Garantiyalari bor. 3 yil kafolati bilan servis xizmati, mana stollari ham o'zida, mana lapka ko'tarsa bo'ladi, bu yerda rushnoy ko'tarsa bo'ladi, imo pedaldan boshqalarni ayoldan. Ya'ni chevar qizlarimiz yaxshi tushunadi. Tushunmagan opa singillarga o'zimiz uyiga olib o'rnatib, yog'larini mana mayga yog'lari quyiladi. Poni yog'lar qo'yib mayga ko'rsatib beramiz va dalibkalarni to'ldirib, chiroyli qilib ligirovkalar qilib o'rnatib, ustanovka qilib beramiz. Xudo xolasa behijolat bu ham. Kelavering. Mana yangi rusumdagi yana Jaskga qo'shib, mana Jastek Averlolarimiz kelgan. Bular ham xudo xolasa qulayliklari juda zo'r, tezligi va tikishda sifati juda a'lo, yuqori darajada. Xudo xolasa buni olib adashmaysizlar, xudo xolasa. Buni narxi $260 ozgina o'tib beramiz. Mana yana birdek chevar qiz opa singillarimizga Brusa mashinalarimiz. Ya'ni bular komplekt hisoblanadi, bir juft to'richak va Averlo. Ya'ni bir juft oladigan
opa singillarimizga buni narxini kelishtirib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda $500, $520 sotilyapti. $460 olib borib, undan ustanovka qilib beramiz. Kafolati 3 yil. Miniveter motor, tezligi juda yuqori, sifatli va chiroyli tikar. Garantiyalari bilan qilib beramiz. Yana bitta mana yumshoq mashinalar modellarimizdan yana bitta zo'ri, mana ham sifati, ham o'zini dizayni bo'yicha ham o'ziga mashhur bo'lgan Jazz firmamizdan mana choki va Avellos. Ya'ni bu mashinamiz yangi dizaynda chiqib, inverter motor, ko'rinishi, tezligi, sifati juda a'lo, yuqori darajada. Bu mashinamizni komplekt $520 deb $500 ga olib o'rnatib beramiz. Mobodo Avellosini oladigan bo'lsangiz, Avellos $270 ozgina o'tib beramiz. Choki $240. Garantiyalari bor. 3 yil servis xizmatlari va o'zida katta kichik atvitkasi, bir pachka ninasi, 3 ta nachasi va 3 xil 4 xil lapkalari chiqadi. Ya'ni ziborka, skladka teradigan hamma lapkalari bor. Uni ham o'rnatib berib, ichida naborlar bilan qilib beramiz, qaychilari bilan. Xo'p, endi yana bitta mashhur firma, ya'ni brend o'zini nomiga ega bo'lgan. Ya'ni necha yildan beri shu firma bilan ishlab kelyapmiz. Xudo xolsa hali bir marta bir parod qilmagan, hali xudo xolasa bir anaqalari ishkallari chiqmagan. Ya'ni Juku firmamiz, original firma bo'lib, bu Avellosni $280 jicha tushib beramiz. Mana esa to'g'ri choki. Ya'ni bu 2026 mana eng oxirgi modeli, A7 modeli. Buni qulaylik tomonlari inverter motor bo'ladi. Ya'ni lapkani qo'lda emas, o'sha tizzada ko'tarib tushiradigan, mana o'rtaga olingan monitor ekrani. Undan keyin skorost tezlashadi va pasayadi. Shu narsani mana zakripka beradigan joylari bor, mana zakripkalar beradi. Ham yumshoq, ham sifatli mashina. Ya'ni liboy materiallarni tanlamaydi. Har xil materiallarni tiksangiz bo'laveradi. Buni ham $260 deb kelishtirib beramiz. Ya'ni dastavka servis xizmatlari ichida. Buni olganlarga yana shuni aytib o'tamiz. Bu Juku firmamizdan yana bonus sifatida qaychisi, ya'ni naborlari va bitta dazmoli bor, qo'shib beramiz. Abdulboriy, qaychalik naborlarni olib chiqin dazmollarni. Xo'p, ya'ni mana Yetoresimiz Jazz firmamiznikidan bor mana. Ya'ni opa singillarga juda yaxshi, yumshoq mashina, ya'ni yoqimli bo'lgan mashinasi. Bu mashinamiz Avellos $260 bo'lib, jicha o'tib beramiz. Bu ham sifatli va qulay. Ham yupqa, qalin, o'rta materiallarni tanlamasdan tikaveradi. Mana bu Jazzkamiz. Mana Jazz mashinamiz, ya'ni F5. Asha hozirgi kunda eng trendga chiqqan mashina. Ancha-muncha opa singillarimiz yuraklari ezilib ketadi buni olgani. Xudo xolasa bu mashinalarimiz ham mana 300 ham sotganmiz, 280 ham. Bu mashinalarimiz hozirgi kunda $220 atrofiga tushib qolgan. Ya'ni u dastavka, yo'l kira va mana bunaqa qulay bo'lgan naborlar, ya'ni qo'sha, zamok, prinsipi, lapkalari, metri hamda qo'lda chiska qilib buzadigan va noto'g'ri tiksangiz o'zini pichoqchalari bor mana. Shu narsalarni naborlari ichida qilib, olib ustanovka qilib beramiz. Kafolati 3 yil. Xudo xolsa garantiyasi bor. Va o'sha aytganimizdek mana mashinaga xohlagan usulda mana dazmollar bor mana. Dazmollarni ichida mana kelishtirib $500 deyapmiz. Dazmollar ichida olib ustanovkasi ichida. Garantiyalar bilan. U yana mana opa singillarimizga mana qulay bo'lish uchun Jack 2 modelimizni mana yangi versiya, ya'ni yangi modeldagi, ya'ni mana bu ekrani mana tepasiga chiqqan, qoraytirilgan holatda. Bu qish kunida ham, yozgi kunida ham, bahorda, kuzda, ya'ni bu mashinamiz na mato tanlasin, na tok tanlasin, ya'ni inverter. Bu xullas issiqqa ham, sovuqqa ham ko'rinadigan mashina. Ya'ni uy sharoitida ro'zg'orbob, qo'pol qilib aytganda ro'zg'orbob mashinamiz, mana Avellosi ham bor. Shu komplekt ichida $460 ga olib ustanovka qilib beramiz. Mashinasi o'zi, ya'ni 22 deyiladi. Shu mashinkasini o'zini $210 ga olib ustanovkasi ichida, dastavka servis xizmati ichida. Ya'ni bu shu shaharlar ichi Boy Andijon viloyat ichi bo'yicha Xonobod, Kador, Nabiyag'a, Chinobod, Baliqchi rayon, shu o'zimiz Andijon viloyat ichidan. Qo'shni anaqalariga esa o'zimiz qo'shni viloyatlarga dastavkamiz oz-mozligicha pulli.
pulini yo'lkirani kelishamiz va olib borib uстановка qilib beramiz. Endi mana kelamiz mana. Mayda mana xudo xolsa endi hammasi yangi ekan. Bu hammasi bizga jicha qimmatli qilyapti degan opa-singillarga mana рабочий mashinalarimiz ham bor. Abdulbor yurti mana. Bir qator mana yurgizib beramiz. Bu mashinamiz Juyitda bo'lib, mana brend mana. Xudo xolasa yumshoq mashina mana. Garantiyalar bilan tikishlari ham zo'r. Xudo xolasa. Bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, bu mashinamiz 1 million mana 650 ming so'm. Ya'ni so'mda mana 1 million 650 ming so'm. Buni qulayliklari ozmozligicha ishlatilgan, ya'ni chevardan chiqqan mashina. Lekin shu uy sharoitiga bir oilani ro'zg'orini bemalol tebratib ishlatsa bo'ladigan mashinka. Bu mashinamizni yana qulaylik tomoni motori inverter bo'ladi. Bu degani inverter degani ko'pchilik haligacha tushunib yetmayapti. Inverter degani tok qishda misol mana pasayib ketadi xonadonimizda. Shu masalasi muammo narsani ham yechib o'z hal qiladigan narsa. Ya'ni past tokka ham, baland tokka ham motori shunaqa inverter chiqargan zavod tomonidan. Bu 1 million 650 ming so'm dastavka o'rnatib servis xizmati ichida 1 yil kafolat, xudo xolasa. Va yana mana Averlo'lar keladigan bo'lsak, рабочий Averlo'imiz bor. Mana Max firmamizdan. Bu Averlo'imiz ham o'zgacha brendga ega. Bu mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 800 ming so'm ozgina o'tib beramiz 1 yil kafolati bilan. Bu mashinaning afzalli tomonlari tok tanlamaydi, material tanlamaydi, qalin yupqa, uy sohasida chevarchilikka ham va trikotaj sohasiga ham har xil materiallar olib kelib ish chiqaraman, ya'ni uslubiy ish chiqaraman deganlarga bemalol ishlatib foydalansa bo'ladi. Xudo xolasa kelishtirib beramiz buni. Va nihoyat mana Jack firmamizdan ham oldin chiqqan, ya'ni bu dunyoda pashli rekord darajasini o'rnatgan Yamaha mashinamiz bo'ladi. Hozirgi kunda bu mashinalarimiz ozmoz anaqasi brendda tushib qolgan. Endi bu tushib qolgan sababi hozirgi kunda hamma inverter, ya'ni qulay shovqinsiz mashinalarga o'tgani uchun bunda jicha mana motor holati ozgina shovqinlik, lekin buni ham mana shovqini u darajada emas. Abdulbor yurgizib ber. Mana hozir bitta yurgizib tovushlarni eshitamiz. Ya'ni bu shu menga mashina chiroyli yaxshi bo'lib yurib bersa bo'ldi degan opa-singillarimizga murojaat qilamiz. Ya'ni olib foydalansa bo'ladi. Bu ham shu yuqorida ko'rsatilgan $300, $250, $200 mashinalar bilan bir xil tempda, ya'ni ish jarayoni bir xil ketadi. Bir xil garantiyasiga ega va liboy materialingizni bir me'yorda tikaveradi. Ya'ni chok tanlamaydi. Yurgizib bermoq. Chiroyli qilib yurgizib berani. Mana yurgizib beramiz ana. Sekin. Ana lapkalarni ko'tarib sekin yurib. Ana xudo xolasa bexijolat mana. Dovushlari ham hamma yo'g'i zo'r, xudo xolasa. Mana endi kelyapmiz mashinalarimizni zo'rlariga, xudo xolasa yana. Va nihoyat mana Bayo mashinalarimizga keldik. Bayo firma ham xudo xolasa o'zini brendiga ega bo'lib, ya'ni bu GT 180 deyiladi, ya'ni pol avtomat bu mashinamiz. Bu mashinamiz afzalli tomonlari insoniyat, ya'ni opa-singillarimiz zaklipga bersa rushnoy qo'lda beradi va lapkani tizzada boshqariladi. Mana bu sensor monitorimiz esa mana ko'rsatkich datchiklari bor, ya'ni yuqori tezlik, pastki tezlik. Mana nina tepada to'xtaydi va yana bittasi ekranda ko'rinadiki, nina pastda o'qiydi. Ya'ni buni pozitsionerlik, nina tepada tiksa bo'laveradi, foydalansa. Bu mashinamiz qulayliklari inverter motor bu ham, xudo xolasa, mana qishki kunida, yozgi kunida, liboy payt xudo xolasa bir me'yorda, ya'ni tok xolasa baland bo'lsin, xolasa past bo'lsin, bunga umuman muammosi yo'q. Ya'ni ishingizni bir me'yorda, bir darajada olib chiqib beradi. Endi mana mashinamiz mana Zoji opa-singillar mana zangor svet kimga yoqadigan bo'lsa, mana shunaqa svetda stollari ham mana chiroyli chiqadi, juda chiroyli, bu o'ziga yarasha mashina. Bu mashinamiz ham $230 ozgina o'tib beramiz. Bayimiz esa $250. Shu narxi esimizdan, yodimizdan chiqib qolibdi, shuni aytib beraylik. 1 yil kafolati bor. Bularga ham mana 1 yil kafolatidan qilib beramiz. Mana Zoji yana bitta turi, mana xolasa ekrani qonida chiqqan, mana yangi Vipiska 2026. Bunimiz $235, ozgina o'tib beramiz. 3 yil garantiya. Ya'ni bu mashinaning afzalliklari
Shu ham mana mashinalar qatorida invertor motorlik, ya'ni matolar yuqa qalin o'rta materiallar tikaveradi. Va bunga keladigan bo'lsak, o'zini yog'i, shkatulka idishi, hamma narsalari bor. Xudo xolasa behijolat oborib ustanovka, dastavka xizmati ichida. Ya'ni buni mana A6000 deb qo'yadi. Va nihoyat mana yangi mashina. Xudo xolasa bu mashinani olgan odam почти adashmaydi. Silver Sev, raznoy narsa, zavodskoy narsa, originali. Bu mashina o'zini brendiga ega bo'lib, ya'ni bu Xitoyda ham hozir juda mukammal darajada rivojlanib ketyapti. Hozir texnika asri bo'lgani uchun, chunki mana narsalari hammasi yangicha ko'rinish, ya'ni dizaynda. Bu mashinamizning qulayliklari, ya'ni monitori mana uzun pastga ko'ndalang bo'lib tushgan. Qo'lingizda zakripka berasiz, mayda ipini olib chiqadi. Nini tepada pastda o'qiydi. Har tomonlama materiallarni qulayda o'zi tanlab, o'zi tikaveradi. Bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, $250 oz-moz o'tib beramiz. 3 yil kafolat, garantiyasi ichida. Ichida mana bu narsa. Ovorib o'rnatib beramiz, xudo xolasa, behijolat. Xo'p, mana har xil mana do'konning ichida ham mana mashinalarimiz rusumlari ko'p, ya'ni modellari. Bu modellarimiz har kim o'zini istak xohishiga qarab, kimdir mana Sunsil firma, kimdir mana Brus, kimdir mana Jask F5 mana, kimdir Juku mana F5 originallari, mana Jask yumshoq mashina, Brukos, Meki, Juki va Sirubalarimiz bor. Bu orqalarida mana eng mashhur firmalarimizdan bo'lgan bittasi mana hozir ham xudo xolasa trendda. Xudo xolasa bu mashinalarimizga obzorini qilib o'tamiz. Mana Jackie Averlo'larimiz ham bor. Mayada esa mana Juku Averlo va o'sha mashhur bo'lgan Maki, mana Maki to'ri choklarimiz. Yana Jask mana Averlo'larimiz, mana Jask raspashvolkalarimiz ham bor. Mana xudo xolasa birdek mana hammaga yoqadigan mana xudo xolasa. Mana Juki Averlo'lar, mana bu ham xudo nomlar va Jask Averlo'lar. Ya'ni mana Jaskimiz ham mana oz-moz ishlatilgan holati yaxshilari bor. Hozir mana bitta narxini tanishtirib o'tamiz. Mana Xo'p, Sunsil firmaga keladigan bo'lsak, xudo xolasa mana tez tanishtirishga harakat qilamiz. Xudo xolasa klientlar kutib olyapti. Bu Sunsil firmamiz $210 kami bo'lib $190 ga beramiz. Dastavka, ustanovka xizmati ham yo'q ichida. Ya'ni garantiyasi 3 yil. Mana Brace Averlo'yimiz bor. Bunimiz $210 bo'lib $200 ga qilib beramiz. Buni afzallik tomonlari motor invertor, yuqori tezlik va pastki tezliklar va saqlanit, ya'ni monitorida ko'rsatkichlari bor. Ya'ni bu uzatish panellari har tomonlama ishlatgan chevarga qulayliklar yaratadi. Mana Jaskimiz, mana yumshoq, ya'ni magnit motori bu. Hozirgi zamon talabiga juda mos va qulay mashinka hisoblanadi. Bu mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, $235 ozgina o'tib beramiz, garantiyada. Mana Juku mashinamiz ham xuddi shunaqa qulayliklarga ega va yumshoq, mana garantiyalar bilan qilib beramiz. Bu mashinalarimiz afzallik tomonlari o'zida stollarida yozuvlari va pedallarida ham har tomonlama temirlarda ham o'ylab yozilib chiqqan. Garantiyasi 3 yil. Bularimiz $245 kelishtirib beramiz. Mana mayda Just degan mashinamiz bor. Bu ham yumshoq mashina. Ya'ni narxiga keladigan bo'lsa $235 kami bor. 225 ga dastavka, ustanovka xizmatlar ichida. 3 yil servis xizmati ichida. Mana Brukas mashinamiz bor. Bu ham yangi zamonaviy mashina bo'lib, bu ham invertor motorli, materiallar tanlanmaydi, yuqa qalin. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bu mashinamiz $215. Ovorib o'rnatib beramiz. Mana Meki mashinamiz bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $210 ozgina o'tib beramiz, $200 ya'ni. Va orqada mana Averlo'larimiz bor. Mana Zoji Averlo'si mana chiroyli va sifatli. Tashqarida 22sini obzor qilganmiz. Bu Averlo'ni komplekt oladigan bo'lsanglar $450, Averlo'sini o'zini oladigan bo'lsanglar 250, 3 yillik servis. Jask mana Averlo'yimiz bor mana. Siyora svetda, bu ham chiroyli svet. Buni biz $275 ozgina o'tib beramiz. 3 yil servis. Mana Jackie Averlo'yimiz bor. Bu Averlo'yimiz ham $265 olib, $255 ga ustanovka qilib beramiz. Va mana Sirubani narxiga keladigan bo'lsa, bu chiskalik, ya'ni bu invertor motori bo'lib, Leboy standartga javob beradigan mashinka texnologiya hisoblanadi. Ya'ni bu mashinamiz qaychilik ipini o'zi uzadi. $325, 3 yil garantiyasi servis xizmati ichida. Va mana tashqarida ko'rsatgan Averlo'ni, ya'ni 22si mana Just degan mashina. Bu ham o'ziga qulayliklari zo'r. Katta monitor, ekranlik.
Bu mashinamiz invertor motori bo'lib, ya'ni $225 ga olib borib ustanovka qilib beramiz. Va mana Juki mashinamiz. Bu ham o'ziga yarasha qulayliklarga narxiga keladigan bo'lsak $220. Ozmoz o'tib beraman. Mana endi Jukuda avtomati keldi. Ya'ni bu avtomat mashinalardan qulaylik tomoni mayli zakripkalar bermaydi, mashina o'zi. Ya'ni bu o'zi gapiradi, o'zi ip uzoradi mana. Mana razgovorniy mashina bu hisoblanadi. Ya'ni mana bular qulayligi va tezligi va sifatligi bo'yicha Xudo xolasa talabga javob beradi. Ya'ni bu mashinamiz avtomat opa-singillarim so'ragani uchun eng oxirgi mana zamonaviy avtomat hisoblanadi. Bu avtomatimizning narxi $400 ozmoz o'tib beramiz $380 ga 3 yil kafolati ichida. Va bu 9 xil chok tikadi, ya'ni dekorativniy choklari bor. Buni kim qiziqqan bo'lsa, bizni mana shu YouTube yoki Lichkamga yoki Telegramga kirsa, shuni obzorlarni qilib, tushuntirib va kelish bo'lsa, dastavka o'rnatib xizmatlar ichida qilib beramiz. Mana yana bitta Jask firmamizdan, ya'ni yuqorida ko'rsatilgan Jask Avelloyimizdan bu ancha yangi hisoblanib, opa-singillarimizga hozirgi kunda Jask mashinalarimiz trendlari uchun bu mashinamizni $250 narx aytyapmiz, ya'ni 240 ga olib o'rnatib ustanovka qilib beramiz. Mana yana bitta mayli Brusa mashinamiz bor. Bu Avelloylarimiz ham xudo xolasa hozirgi kunda ham trendda, xudo xolasa bundan keyin ham trendda bo'lsa kerak. Bu mashinamiz Avelloy narxiga keladigan bo'lsak, $270 ozmoz o'tib beramiz. Mana Jaskda o'sha degan JAG mashinamiz bor. Ya'ni bu ham o'sha yuqori Jasklar bilan bemalol bellashadi. Xizmati, yuqori tezligi, sifati va to'qishda ham hech qanaqa bir xatoligi, ya'ni funksiyalari zamonaviy bo'lib, bu mashinamiz mirashga, durraga, salfetga, chit, xullas qo'yingki, qanaqa materialga, chevarga nima zarurat bo'lsa, shu narsani tikib, o'ziga kerakli anaqasini qilib bera oladigan ustanovka mashina. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $270 ozgina o'tib beramiz. Ya'ni dastavkalarimiz bor. Juki mana yuqorida ko'rsatgan 22 mashinamizni, ya'ni Avellosi, bu ham shu yonidagi sherigi mana Jaguki Avello singari narxi $270 ozmoz o'tib beramiz. Bu ham tashqi qizan. Mana Jaskda yangi ko'rinish modeli, ya'ni Urusga o'xshab ko'rish Y4S, mana opa-singillarimiz Y4S, mana so'raganlarga mana Y4S. Bu mashinamiz hozirgi kunda $320 ozmoz tushib beramiz. Mana va Jask mana raspashvolka va nihoyat xudo xolasa bu mashinamiz hozirgi kunda ham trendda, undan keyin ham trend bo'ladi xudo xolasa bu mashinamiz. Bu mashinamiz yuqori tezlikka ega va past to'qlarga xizmat qiladi. Ya'ni bunda o'sha mayka, belyo har xil matolarni, ya'ni etaklarni bukkani tikaveradi. Bu mashinamizni narxi keladigan bo'lsa $225 ozgina o'tib beramiz. Xudo xolasa bexijolat. Mana mashinalarimiz ko'ryapsizlar, opa-singillar. Bu mashinamizni xarid qilganinglardan keyin albatta xudo xolasa hamma har xil o'ylashi mumkin. Ya'ni bunda mana o'zimizni mana telefon raqamlarimiz, ya'ni vizitka kartalarimiz, mana kimga kerak bo'lsa mana o'sha mashinalar taglariga g'ildirak ustanovka qilib beramiz. O'zimizni servis xizmatlarimiz mavjud. Shu servis xizmatlarimizni kimki chiroyli qilib avaylab xizmat ishlatsa, ya'ni tushunmovchilik bo'lib qolsa, shu tushunmovchilikni oldini olish uchun payshanba, yakshanbadan tashqari murojaat qilaverasizlar. Biz misol payshanba, yakshanba asosiy katta bozorimiz bo'lsa, qolgan kunlari ham ochamiz batafsil. Buning uchun albatta telefon qo'ng'iroq yoki Telegram kanallarimizga yoki bir aloqaga chiqsanglar, shuni bartaraf qilib beramiz. Narxini xudo xolasa o'ta chiroyli qilib beramiz. Ya'ni kim qaysiki misol bizdan olgan mijozlarga ustanovkamiz, bonuslarimiz, olib o'rnatishimiz, ya'ni tikmaydigan mashinalarda har xil materiallarga moslab, chiroyli qilib o'rnatib, sozlab kafolat qilib beramiz. Xudo xolasa bizdan olganlarga albatta bonuslarimiz bor. Bu surpriz. Xudo xolasa buni anaqada ommaga aniq qila olmaymiz. Har kim bilan biz kelishilgan holatda chiroyli qilib beramiz ustanovka. Kelaverasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kuni tun xizmatdamiz sizlarga.